Yo'l-yo'lakay sonimizni xudo xohlasa 5-sonidamiz o'rtoqlar. Biz Baraxovkadamiz. Agar videoni chetgacha ko'rgan bo'lsangiz, sahifamizga obuna bo'lib qo'ying. Xudo xohlasa bundan ham zo'r kontentlar chiqadi. Aka necha pul ekan telefonlar? Qaysi biri? Bular. Bu ekrani ketgan yangi telefon. Manda ishlaydi. Necha pul? 100 dan ikki. 100 ming so'mdan ikkovi. Yangi. Xudolikni o'lchaydigan, ha? Necha pul bu? 100. Ishlaydi u ham. Ha, zo'r ishlaydi. U krossovka yangi ekan, ha? Necha pul? 120. 120. O'rtoqlar. Bunaqa narxni bozordan topolmaysizlar. Kelib ketsangiz bo'ladi. Tak, bu tarafda qantiqor narsalar bor ekan. Faqat menga like bosib, podдержка qilib tursalaring, xudo xohlasa, men novichokman YouTube'da. Sizlarning har bitta bosgan like'laring, bir-birlariga jo'natganlaringiz, kommentariyada izohda qoldirgan fikrlaringiz men uchun juda ham muhim. Keyingi bozorlarda alohida nimalarda obzor qilishimni aytib o'tsanglar, chotki bo'lardi. Men uchun yana ham life hack bo'lardi. Ko'proq sizlarga nima yoqishini bilardim. Yeri xotin olsak-ku. O'zi archa ham bor. Yangi yil yaqinda. Bu tarafda voyenniy narsalar shimlar bor ekan. Kiygani, oyoq kiyimlar. Bu tarafda esa arralarga, boltalarga sop ham bor. Kapkinlar. Boshqa rasetkalar ham bo'ladi. Nech pul ekan bu? Cherry? 25 ming o'rtoqlar. Zo'r. O'zingiz qilganmisiz? Домашний firma? Firma. Gap yo'q. Mana bitta любой narsa bor. Примерно bitta narsani so'rab ko'raman. Nech pul ekan tog'a bu? 130 ming. Kamida 6 kilo, 7 kiloda. Boshi o'zi shu darajada og'ir. Bu tarafda kiyimlar. Bu tarafda esa yana kiyimlar. Biz Farg'onadagi Baraxovkadamiz hozir. Ko'pchilik manzil so'raydi. Farg'ona shahar, Zakanal Baraxovkasi bu. Kim nima topsa olib chiqadi bu joyda. Bo'ynimga holder taqib olganman-da, o'shuning uchun tachki taqib olishim kerak ekan, sababi hamma g'alati qarayapti. Xolos men boshlasam. Endi o'rganib ketaman, hali novichok bo'lganim uchun. Kommentariyada nimani obzor qilishimni aytsanglar, xudo xohlasa, detalniy qilib obzor qilib beraman. Bitta. Bu tarafda shu ribaklar uchun ham bor. Santexniklar uchun ham bor, elektriklar uchun ham bor. Любой narsani topsa bo'lar ekan, xullas. Reportaj? Da? YouTube. Da? Paputi. Yo'l-yo'lakay. Tak. Короче, xullas aylanadigan joyda. Bu tarafni o'tgan safar ko'rsatdim, endi bu tarafga o'tamiz. Bu tarafimizda nimalar bor, ha? Mana sapoglar. Zo'r ekanmi mana u? Issig'i, ichi ham mexli ekan. Полностью чарим, полностью. Terimi? Nech pul? 220. 220 ming. Bu idealniy narxda, chunki butkada ham topa olmaysiz. 220. 220. 200 ровно. Bu 200 ровноsi ekan narxisi. Вообще zo'r narx o'rtoqlar. Просто Farg'ona shahariga, Zakanalga kelib, shu yerdan sotib oladigan joyi. Shu zo'r ekan o'rtoqlar. Просто olish kerak-da, ana odam o'zini qadriga yetsa, shu narsadan olib issiqqina yuradi. 200 mingga hozir sapog bermasa kerak. Panasonic домашний telefon ishlaydi, рабочий. Просто ishla kabel suqasiz, ishlab ketadi. Oy, legenda bir paytlar shuni ola olmaganman to'g'risi. Disk o'qiydigan. Bu anaqa ekan bu, uchitqilar ekan bu anaqa. Qanaqadir darsli ekan bu, kitob elektronniy. Ko'rmagan ekanman uzr o'rtoqlar.
5 dan ekan. Bu 5 dan ekan mana kiyimlar tanlab olish kelgan. Jigar. Tak. Bu taraf. Bu tarafga kelganim yo'q edi, lekin pardalar, mana pardalarda. Pardalar. Nekim yo'l-yo'lakay. Yo'l-yo'lakay 9600. Zo'ru. Prosta kelib sotib oladigan joy ekan. Yangi parda ekan bular. Hammasi. Opa halolmi, inatdi uyat yo'q.